Sen mehr berishimga, e'tibor qaratishimga loyiq emassan. Ko'pchilik ayollardan shu narsani eshitamanki, turmush o'rtog'im shunaqa munosabat qiladilar Navol opa menga, qalbim titrab ketadi deyshadi. Sen mehr berishimga, e'tibor qaratishimga, sovg'alar berishimga arzimaysan. Sen loyiq bo'lishing kerak deb aytadilar deyshadi. Vaholanki shunaqa erkaklarga meni gapim shuki, ayol kishi mehr berishga, e'tibor berishga, sovg'alar olishga loyiq bo'lishi shart emas. Ayolni o'zi shundoq ham ayolligi va uni onaligi bundan-da ortiqroq narsalarga loyiqligini bildiradi. Ayol kishi bu narsaga erishilishi shart emas. Ya'ni erkak kishi bu narsada erishish kerak, ya'ni harakat qilish kerak bu narsalarga. Chunki erkak kishini puli, chiroyi qachondir vaqti o'tadi, eskiradi. Lekin uni mehr muhabbati bo'lmasa, bu narsa oila davomiy bo'lmaydi. Shuning uchun ayol har qanday holatda kim bo'lishidan qat'iy nazar u mehrga, e'tiborga